Assalomu alaykum azizlar. Bizning bugungi maqsadimiz 10 ta zombi o'ldirish. Hozir biz bir soni yaratyapmiz. Iloji boricha like va kommentlarni portlatib tashlaymiz. Mening niyatim 100 ta obunachi bo'lish. Mayli, biz birinchi bo'lib atrofi yaxshi. Qo'y bor ekan. Biz birinchi navbatda daraxt chopib olamiz. Maqsadimizni yana bir bor eslatib qo'yaman. 10 ta zombi o'ldirish. Biz hozir kirga yasasak birdaniga toshli aslahalarga ega bo'lamiz. Hozir birinchi zombini ovozini. Zombini ovozi. Mana bizning birinchi zombimiz. Mana bizning birinchi zombimiz tamom. Xudo xolasa yana 9 ta topsak, hammasi yetarli bo'ladi. Biz hozir tosh topishimiz kerak. Qayerda tosh o'zga borishimiz kerak, to'g'rimizlar? Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta, 10 ta, 11 ta, 12 ta. Bizga shu ham yetadi. Qilich birinchi o'rinda, kirka va topor olsa ham yaxshi bo'ladi. Biz hozir tovuqlar ekan. Tovuqni o'ldiramizmi? Biz endi shu yerlarda aylanib turamiz. Ketib tushsa zombi ham ko'payadi. Go'sht topamiz. Birlashib qolibdimi? Niye? Bunisi ham yaxshi. Kelinglarda biz yana bitta maqsad qo'yamiz. Darajamiz hozir 1, 5 ga ko'taramiz shu darajani. Kelinglar. Shunda zerikmay turamiz. Bironta mob bormikin bu yerlarda? Ana. Zombi qayerdadir ovozi keldi. Duhimami baqacha qurishamiz. Baqa. Qayerda ekan? Ovozi bor, o'zi yo'q desam, mana keldi. Bizning yonimda kuchini qaranglar uni. Mana bizning 3 ta o'ldirdik mana. Demak bizda yana 7 ta. 7 ta o'ldirsak yaxshi. 7 dona qoldi. Ammo 7 ta o'ldirish ham qiyin. Qorin och ekan. Ozuqa to'playmiz. Nerga qani shu yerda mana. Qayoqqa tushib ketdi?
Yaxshi. Endi pechka yasash kerak. Daraxtga olaylik, o't chiqamiz. Bunday daraxtlarni semizligini qaraydi. Yana bir bor eslatib qo'yaman. O'zi endi aytyapman-ku. Menga obuna bo'linglar. Mening niyatim mayli 10 ta obunachi to'plash. Meniki hozir 5 ta. Maksimal darajada obuna bo'linglar, iltimos. Men yangi blogerman. Xudo xohlasa bundan yaxshi yutuqlarga erishaman degan umiddaman. Komment portlatib tashinglar, likelar ko'p bo'lsin. Qancha like ko'paysa bizning videolarimiz shuncha rankga chiqadi. Mana ovozi bu. Qo'rqinchli ekansizlar. Kelinglar hozir. Tosh qilamiz. Alina ko'proq chiqmagan ekanman. Pechka yasash esda yo'q edi. Jonimiz oz qolgan tezda ovqatlanishimiz kerak. Shuncha ham yetadi. Pechka qansan mana. Bitta pechka faqat ham yasa olaylik. Pastga tushgani qiyin bo'lyapti. Hozir biz ovqat pishiramiz. Temir qadiramizmi? Bir kuni tovlab tursam, shu yerda yaqinda temir chiqdi. Temir o'zi pastroqlarda bo'ladi-ku. Shunga men ham hayron qolgandim. Xudo xohlasa videolarimiz rekka chiqsa, biz bundan-da qiziqarli videolar qo'yamiz. O'shalarga bor agar sevsa seni, mendan kuchliroq senga Sizlarga qaysi qo'shiq yoqadi? Kommentga yozib ketamiz. Bu menga qiziq. Agar malol kelmasa, Instagram'dagi akkauntimga ham obuna bo'lib qo'yinglar. U yerga har xil videolar qo'yaman. Ba'zida Minecraft narsalarni ham qo'yaman. Obuna bo'lib qo'ysalaring, juda qiziqarli. Oxirgisi qani bo'la qol. Voy yaxshi. Tepaga chiqish kerak endi. Men Minecraft blogerlardan Kaizo va Artifikatga juda qiziqaman. Shularga ham obuna bo'lsalaring. Men o'z blogerlikni shularga qiziqib boshladim. Mana yana ovqat. Hozircha biz 3 ta zombi o'ldirdik, xolos. Yana 7 ta.
Men buni oson bo'ladi deb o'ylagandim. Video cho'zilib ketsa xafa bo'lmaysizlar. Mayli, kech tushyapti. Bu yaxshi. Zombi ham ko'payadi. Biz bu videoda yutishimiz uchun 10 ta zombi o'ldirishimiz kerak. Hozirda 3 tasini o'ldirdik. Hozirda qo'ylarni o'ldiramiz. Gul ekan, nima ekan bu? Agar videolarim qiziq bo'lsa, menga obuna bo'lib qo'yinglar va bundan-da ko'p videolarni chiqarishga harakat qilaman. Sizlarga Instagram haqida aytdim-ku, men uni aytishga aytib, nomimni aytmayapman. Xalqnazarov, Hokimnazar desalaring albatta chiqadi. Creeperdan qochish kerak. Yo'q, mana qarab, bizning zombimiz 4 ta zombi o'ldirdik. Ko'raversin zombilar. Bizlar qochish kerak, yo'qsa bizni o'ldiradi. Meni pishgan go'shtim qani? Mana 5 tasi ketdi, yana 5 ta qoldi. Agar tezroq o'ldirsak, men bu videoda yutaman. Yo'q. Ko'rmasam va nihoyat 6 ta. Bu juda yaxshi. Yalmog'iz. Qishloq. Yaxshi qishloq ko'p chiqmasdi bu yerda asosan. Menga yoqdi. Katta lazım beraymi dedim. O'zim aqalli ko'ngil. Qoch. Men hozir unga nima qildim? Ölmey. Sen ne yapıyorsun? Oho. Bizden onu yeterli nereden ki? Şunu kırhan balamaya. Ben bunu asla olabilir bana. Agar temir olganimizda temir olsam bo'ladi. Chiqmayligim. Mayli chiqamiz. Ketdi. Iloji boricha uzoqqa ketish kerak. O'zini qo'yib. Qaraysan. Meni to'g'rim bor ekan. Mana ekan pishgan go'sht, men buni qidiryaptim. Mana buni pishirib olsak bo'ladi. Nega olmadi? Shunchaki pishgan go'sht qidiribman.
chiqamizmi? Mayli chiqamiz. Yo'q, endi uyga kirgan ekanman. Eshigi ochiq. Ne hozir yerda aylanyapman. Men bir joyda aylanib yurganman. Men hozir bironta non topdim, teknologiyani uyini. Bu yerda albatta temir bo'ladi. Nima? Bu yerlarda ham yo'q. Mana bizning 6-maktabimiz yo'q. Zombidan ham temir chiqadi. Bu yaxshi. Senga termilib turganmidi o zombi? Qo'rqma, men seni qutqardim. Bu yerda galim ko'rinmayaptimi? Agar galim bo'lganda biz undan temir olardik. Ya'ni uni o'ldirardik. Qorong'uda nima bor senga tashqarida? Ya zombi kirgan, qo'rqma, men seni qutqaraman. Ya qoch. Yo'q. Qochish kerak, yo'q. Yarimta jonimiz bor. Qoch. O'ldiraman. Tezroq uyga kirish kerak. Voy. Biz bu videoda yutqizdik. Kechirasizlar. Men 10 ta zombini ham o'ldira olmadim. Obuna va like-ni ayamasanglaring, men yana bunday videolarni ko'pini qilaman. Menga obuna bo'linglar.